Muammoni tushunish yechim emas. Shuning uchun ko'p odamlar muammoni atrofida aylanib yuradi. Ko'pchilik muammo kelsa darrov aybdor qidiradi yoki sabr qiladi. Yo maslahat olishga shoshiladi, keyin biroz yengillashadi, lekin keyin hammasi yana boshdan boshlanadi. Chunki muammoni sababi tushunilgan, lekin o'sha muammoni keltirib chiqaradigan ong osti ssenariy o'zgarmagan. Sababini bilish aql ishi, ssenariyni o'zgartirish butunlay boshqa daraja. Men bu yerda har kimga tasalli ham bermayman, hammaga maslahat ham bermayman. Men faqat bitta toifa bilan ishlayman. Muammosi borligini tan oladigan, hammasi meni aybim deb o'zini yemaydigan va arzon yechim qidirmaydigan. Agar siz bir xil og'riqli holatni qayta-qayta yashayapman, tushunaman, lekin chiqa olmayapman. Ichimda doim aybdorlik, qo'rquv yuribdi deb his qilayotgan bo'lsangiz, bu tasodif emas. Men bu holatni gap bilan emas, ishloq bilan o'zgartirib kelyapman. Agar siz muammoni gap bilan emas, yechim bilan hal qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni arzon baholamasangiz, haqiqiy o'zgarishga tayyor bo'lsangiz, Directimga tayyorman deb yozing. Agar hozir tayyor bo'lmasangiz, bu videoni o'tkazib yuborishingiz mumkin.